Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolisi buqalarga yem tayyorlash va yem berish jarayonini videoga olib sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p, 250 talik qozonimizda atala pishirganmiz. Atalarimiz tarkibi bug'doy yorma, arpa yorma, kunjara, kepak va makka uni bor. Buni qo'y holatda pishirib tayyorlaganmiz va sovish uchun idishlarga olib qo'yganmiz. Buni xudo xolisi buqalarga beramiz, ko'rib borasizlar. Buqalarimiz yaxshi o'zgaryapti. 3 oy bo'ldi olganimizga. Xudo xolisa yana 1-2 oylik boqsak yaxshi natijaga erishamiz deyman. Xo'p. Hozir bularga yemni beramiz va yeyishlarini ko'ramiz sizlar bilan. Operatorimiz yo'q, shuning uchun buni berib qo'yamiz. Hış. Hış. Oley. Yemlerimizi verdik mana. Yeyishyapti. Ajoyib, ishlarda ham bir zavq bor, tomosha qilasizlar. Suyib yeyishadi buni. Pishgan ovqat organizmiga yaxshi singadi. 5-6 oyda yemlanib tayyor bo'ladigan buqa, agar pishgan ovqat bersanglar 3 oyda tayyor bo'ladi. Kunidan ham yutasizlar. Yaxshi yeyishyapti mana. Xudo xolisa kuzatib borsanglar, atala pishirish jarayonini, bu buqalarni qanchaga olganmiz, o'sha paytda qancha kilo chiqqan, hozir qancha chiqadi, shulargacha yana gaplashamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, kommentariyaga Alloh barakasini bersin deb yozib qo'yinglar. Sizlarning ham xonadonlar shunaqa yaxshi buqalardan kamida 10 ta yoki 100 ta bo'lsin. Rahmat ko'rganinglar uchun. Hoş, hoş. Helaş bir yerler.